Salom aka, siz Nekrotik kanalidasiz. Sizni qutlaganimdan xursandman. Va bugun haqiqiy boksni biluvchilar uchun juda qiziq masala. Bugun Andrey Laboratoriy Boxing bilan biz boks maktablarini muhokama qilamiz va Andrey farqlarni aniqlashga harakat qiladi. Qozoq boks maktabi bor, O'zbek boks maktabi bor, Rus boks maktabi bor, Ukraina boks maktabi bor. Ularni nima birlashtiradi va nima bilan ajralib turadi? Va endi biz har birini ko'rib chiqamiz. Nihoyat biz buni kutdik. Andrey, qaysi biri bilan boshlashni afzal ko'rasiz? Stas, men sizni tabriklayman. Men Qozog'iston boks maktabidan boshlashni afzal ko'raman. Qozoq boks maktabining qanday farqlari bor? O'ziga xos yorqin xususiyatlari, asosiy nuqtalari qanday? Qani ketdik. Ha, yaxshi. Birinchi navbatda bir osfon. Bir paytlar Sovet ittifoqi sir bo'lgan va ma'lum bir yagona boks maktabi mavjud edi. Ya'ni kimdir Gordopolovning asoschisi bo'lganiga ishonadi. Aguinkov ham katta hissa qo'shgan va ba'zi poydevorlar mavjud edi. Ya'ni bu mobil quti, ayniqsa masofani boshqarish yaqinroq undan keyin. Old qo'l bilan qandaydir fehtavoniy to'g'ridan-to'g'ri zarbalar ko'p edi. Bundan tashqari o'sha paytda uzoq vaqt oldin zarba kuchiga katta e'tibor berilgan, chunki qo'lqoplar ot junidan qilingan. Hatto havaskor boksda ham bitta zarba bilan g'alaba qozonish mumkin edi. Shunga ko'ra barcha davlatlar, Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston, Ukraina va boshqa ko'plab davlatlar, biz ham o'sha boks maktabining vorislardanmiz. Qozog'iston boks maktabi. Birinchidan, boks juda texnik. Yana o'sha Sovet boks maktabiga juda yaqin. Qolganlarga qaraganda yaqinroq demoqchimisiz? Ha, boshqalarga qaraganda yaqinroq albatta. Ya'ni masofani boshqarishga, ya'ni oldingi qo'l bilan to'g'ri zarbalar yordamida qilichbozlikka katta e'tibor beriladi. Qozog'istonlik ko'plab bokschilarning sozlashlari juda qiziq. Ya'ni ular shunchaki qattiqroq urish, ko'proq urish kabi urishadi, lekin aniqrog'i ular yelkalarini biroz ko'tarib tushirishlarni ko'rishingiz mumkin. Siz urishingiz va urmasligingiz uchun juda ko'p nozikliklar mavjud. Yengillik hissi bor. Ya'ni hatto o'sha zarbalarda ham bor. Ko'pchilik qozog'istonlik bokschilarning to'g'ri zarbalarida ham kuchli. Ya'ni menimcha ular klassik Sovet boks maktabiga eng yaqin. Bunday xususiyat ham mavjud. Aytish joizki, agar qozog'istonlik professional bokschilarga nazar tashlaydigan bo'lsak, afsuski ba'zida ularda kattalik yetishmaydi. Ya'ni ular hatto katta sportchilar ham bo'lishi mumkin. Ammo ma'lum bo'lishicha, ularning vazni doirasida raqiblari yanada kattaroqdir. Hozir shu yerda bo'lgan Kuzovitskiy ota xavfli tarzda qirolning oldiga, yana qirolning oldiga keldi.
Akron Samakichi maydondi. Tiko g'alabasining guvohligi. Misollar Bryak Times, butun 5. Aytaylik Jam Kuzovskiy. Aniq misol. Qozog'istonning istiqbollari yo'qolgan boshqa misollar ham bor. Qarasak, nima bo'ldi? Shunchaki ularning raqibi 2 vazn toifasi katta. Qozog'istonlik professional bokschilar o'z o'lchamiga ko'ra og'irlashgandek. Tabiat. Kosti Rul. Ehtimol, ular kamroq vazn yo'qotishadi. Bu ham mumkin. Agar qozoq boks maktabini sarhisob qilsak, bu birinchi navbatda texnika, nozik sozlash, masofaviy boks, ko'pincha to'g'ridan to'g'ri zarbalarning. Va agar biz professional qutiga qarasak, unda har doim emas, lekin ko'pincha o'lchamlar yetarli emas. Men semiz emasman, suyaklarim katta. Hammasi aniq. Agar sizda qo'shimchalar bo'lsa, ularni sharhlarda yozishni unutmang. Xo'sh, davom etamiz. Andrey, keyingi boks maktabi nima? O'zbekistonlik bokschilar. Buni zamonaviy boksdagi, ya'ni Olimpiya o'yinlaridagi ulkan yutuqlar yaxshi ko'rsatayotgandan boshlash kerak. Chempionlar, kuchli bokschilar ko'p. Nima tufayli? Birinchidan, ular Sovet boks maktabidan harakatlanishni oldilar. Ya'ni O'zbekiston bokschilari juda chaqqon. Bu qori, bu qadamlar, bu ko'pincha yon tomondagi yondashuvlar, ular hujum burchaklarini o'zgartiradilar. Vasil Lomachenkosik uslubiga o'xshash narsa. Oyoqlarda bu Sovet boks maktabiga o'xshaydi. Juda ko'p harakatchanlik. Zarbalar haqida gapirsak, har doim jab, oldingi qo'l bilan to'g'ri zarba mavjud. Kuchli zarbalar ko'pincha yon tomondan uriladigan kruklar bo'ladi. Va ko'plab o'zbek bokschilarda ko'rinib turibdiki, ular zarbani kuchliroq, zo'rroq qilishni xohlashadi. Ba'zida ularning zarbalari shu sababli keng harakatli bo'lib ketadi, ya'ni ko'p yon zarbalar bo'ladi. O'zbekistonlik bokschilarning jismoniy tayyorgarligi yuqori ekanligini ta'kidlash joiz. Ularda ham zarba berish uchun psixologik istak bor va juda ko'p energiya va ajoyib chidamlilik. Hammasi palov tufayli. Ehtimol, ha, ammo ular juda yuqori fizikaga ega. Va ba'zi odamlar hali ham Meksika uslubida biror narsa bor deb o'ylashadi. Qanday beatbak hid? Sir emas. Ya'ni. Xo'sh, biz buni muhokama qildik. Meksikaliklar ko'proq oldinda, o'zbeklar esa orqa oyoqlarda o'tirishadi. Orqa oyoqda, ha. Meksikaliklar esa ko'proq oldin. Va bu yerda farq yotadi. Meksikaliklar boshlarini oldinga, oyoqlarini oldinga egishlari, o'zbeklar esa yo'q. Ya'ni ular tezroq o'tirishadi va ular keng yoylarda keng urishadi. Masalan, Murodjon Ahmadaliyev.
Masalan, Osha Bektemir Meliqo'ziyev. Isroil Madrimov. Aytgancha, Isroil bu jang uchun juda ham puxta va har tomonlama yaxshiroq tayyorgarlik ko'rganligi shubhasiz. U o'zining eng yuqori formasida ekanligini va bu bellashuvga to'liq tayyorligini yaqqol ko'rsatdi. Mana bahsli nuqta. Bu Meksika uslubi edi. Demak, o'zbek boks maktabini sarhisob qiladigan bo'lsak, bu juda yaxshi masofani boshqarish, juda yuqori harakatchanlik, ko'p sonli yon zarbalar va umuman turli hayqiriqlar. Va bu juda ko'p energiya, juda yaxshi munosabat, juda yaxshi atletik tajovuz, juda yaxshi chidamlilik. Tushundim. Andrey. Shuning uchun ehtimol ba'zi obunachilar, ba'zi muxlislar, boks muxlislari boksni o'sha Qozog'iston bilan solishtirganda qandaydir iflosroq deb o'ylashlari mumkin. Qozog'iston akademik nuqtai nazardan texnikroq. U sirdan boks bo'yicha akademik. Yana bor. Bu haqiqatan ham haqiqat. Chunki O'zbekistonda bir qancha Andrey tushuntirganidek har xil o'ziga xosliklar mavjud. Keling, davom etaylik. Bizning kun tartibimizda kim bor? Ukraina. Hozir. Endi qiziqarli bo'ladi. Chunki biz siyosatga tegamiz. Shunday qilib, kutilmagan. Keling, darhol omilga o'tamiz. Ukraina boks maktabi bir qarashda birlashgan emas. Ya'ni bokschilar butunlay boshqacha va bundan tashqari juda yorqin uslublar bilan, masalan, Vasiliy Machenko paydo bo'lganida, bu uning otasi, keyin Nikolay Moroda uchun umuman olganda. Bu juda yaxshi so'zlar nugget, ya'ni u mutlaqo nostandart boks bilan shug'ullanadi. Unutilgan eski, lekin aslida bu harakatlarni mutlaq darajaga ko'targan Vasiliy Lomachenko edi. Hozirgi kunda butun dunyoda ko'plab mamlakatlarda ular o'zlarining iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarida yangi bosqichlarni boshladilar. Bu jarayonlar ko'pincha kutilmagan o'zgarishlar va rivojlanishlar bilan birga kechadi. Bunday ulkan boylik, ya'ni moliyaviy imkoniyatlar va resurslar, shuningdek, hayotning turli jabhalarida yuz berayotgan bu yon burishlar, ya'ni kutilmagan va aql bovar qilmaydigan voqealar va hodisalar shunchaki hayratlanarli darajada aql bovar qilmaydi. Bu o'zgarishlar jamiyatning har bir qatlamiga ta'sir ko'rsatib, kelajak uchun yangi imkoniyatlar va qiyinchiliklarni yaratmoqda. Bu Lomachenko uslubi. Masalan, keyinroq ko'ramiz. Bokschi Aleksandr Chigniyak, ya'ni u birdan paydo bo'ldi va uning uslubi butunlay qarama-qarshidir. Ya'ni uning uslubi bor, u faqat tank kabi oldinga siljiydi. Bloklangan va juda ko'p zarbalar, barcha zarbalar kuchli va ma'lum bo'lishicha, u sizdan 3 ta zarbani o'tkazib yuboradigan uslubga ega, ammo u yarmida 5 ta zarba beradi. Siz jangchining hisobligi haqida qayg'urasiz. U qanday yoqilganiga qarang. Yana ketma-ket 3-chi. Va bu yerda hamma narsa yaxshi to'xtatiladi. 1-2-3 yaxshi finalda nima va siz qanday qilib nima qilishni bilmaysiz. Bu siz texnik jihatdan hammasi yaxshi bo'ladi. 1-2-3 urdi va allaqachon 5 keldi. Bu umuman olganda biz mumkin. Masalan, qarang, yaqinda paydo bo'ldi. Tom ma'noda 1 yildan ko'proq vaqt oldin Zaharev bor edi. Shunday bokschi Yuriy Zaharev. Ya'ni u generalga o'xshaydi. Tampon, umuman olganda, ya'ni mutlaqo xuddi kutilmagan tarzda zamonaviy. Klassik boks bilan shug'ullanadiganlar bor. Aka-uka kabi va qanday uka. Ovqatlang. Umuman olganda Evgeniy Xtrov boshini oldi. U yaqin jangchi bokschi. Ya'ni eng muhim go'ya shundaki, Ukrainada tabiiy iste'dodlar juda ko'p va ularning barchasi butunlay boshqacha tarzda qutiladilar. Ya'ni yagona maktab, yagona standart yo'q. Ya'ni ular shunchaki bir-biriga qarama-qarshi bo'lib qutiladilar. Va yana Ukrainada siyosiy tizim o'zgarib borayotganini, birlik yo'qligini ko'rishimiz mumkin. Bir menejer bor, boshqasi yoki boshqasi juda tez hamma narsa o'zgarib borayotgandek
tepada markazlashtirilgan narsa yo'q. Boksda ham shunga o'xshash holat. Lomachenkoni Chernikak bilan solishtirish. Xo'sh, erkin odamlar. Erkin odamlar ya'ni butunlay teskari va juda ko'p nuggetlar mavjud. Men sizni eshitdim, Andrey. Shunday qilib, juda ziddiyatli, g'ayrioddiy fikr. Bizda hali ham qiziq narsa bormi? Biz Rossiya haqida gapiramiz. Bizda hali ham Rossiya qolgan. Mayli, ketaylik. Qiziq, rus boks maktabi nima bilan ajralib turadi va uni umuman ajratib turadigan narsa bormi? Yoki bu Sovet maktabining sof musasimi? Andrey, ekspert fikringiz bilan o'rtoqlashing. Rahmat. Rus boks maktabi boshqa maktablar singari Sovet boks maktabining davomchisidir. Lekin bizda shunday xususiyat borki, Rossiya juda katta davlat. 146 dan oldin hozir qancha millionlar borligini ham bilmayman. Umuman olganda ko'proq va ko'proq. Mashinalarni umuman olganda o'lchash mumkin emas. Va biz klassikaga qarashimiz mumkin. Kostya tuzuk klassikaga kurashgan. Biz yaqin 60 ga va hatto hozirgi kunga murojaat qilishimiz mumkin. Ya'ni bu Artur Beterbiev, bu Dmitriy Bivol, bu Sergey Kovalyov. Ya'ni mohiyatan ular umuman Sovet boks maktabi doirasida boks qilishadi. Ya'ni bu klassik boks, klassik texnika yaxshi, har bir kishi bir oz farq qiladi. Ba'zilari ko'proq masofaga asoslangan, ikkinchi raqam esa ko'proq haqoratli. Bu bir tomonda. Boshqa tomondan zamonaviy bokschilarni oladigan bo'lsak, Alberto Batargozini aytaylik. 2020 yilgi Olimpiada o'yinlarida g'olib bo'lgan. Ammo bu g'alaba juda bahsli va munozarali jangda qo'lga kiritilgan edi. Haqiqatan ham o'sha jangda ma'lum bir, juda nozik va e'tiborga molik jihatlar mavjud edi. Shaxsan menimcha, u mogul bokschisiga qarshi kechgan bahsda Batargoziyev uni yengdi degan fikrga mutlaqo qo'shilmayman. Bu shunchaki mening shaxsiy fikrim va subyektiv nuqtai nazarimdir. Buni izoh sifatida shu yerda qo'shimcha qilib o'taman. Hozir charchagan va toliqqan odamga tegmayman. Uning holatini tushunaman. Mana shu xususiyat, ya'ni uning g'alabasi atrofidagi bahslar va mening shaxsiy qarashlarim muhim ahamiyatga ega. Jadval juda qiyin bo'lib chiqdi, lekin shunga qaramay pul masalasi hal bo'ldi va mablag'lar yetarli darajada mavjud. Pul kim yuridik boks bilan shug'ullanadi? Pul bor, lekin biz buni ko'rmayapmiz. Media. Bu savol. Kanalni hech bo'lmaganda shu tarzda like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmang va biz rus pul boksi haqida davom etamiz. Bu bokschining puli, lekin biz bundan xursandmiz. Hech bo'lmaganda men. Va ikkinchi nuqta shundaki, ular boksni juda faol birlashtiradi. Olimpiya va professional. Lekin menimcha bu katta ortiqcha emas. Menimcha olimpiya boksini professional boks bilan birlashtirish juda muammoli. Chunki bu yerda siz 3 ta raundda maksimal ifodangizni ko'rsatishingiz kerak. Bu yerda professional ma'noda vaqt o'tishi bilan kuchli tomonlaringizni taqsimlashingiz kerak. Bir oz boshqacha ish, agar umuman olganda, bu ikki xil sport bo'lsa. Bu faqat mening shaxsiy fikrim. Texnik jihatlarga kelsak, men tushundimki, sening so'zlaringdan rossiyaliklar yetarlicha harakatchan, shu bilan birga Sovet boksdan, maktabdan ko'p narsani o'zlashtirishgan. Xo'sh, aynan qanday o'ziga xoslik bor? Mana, ko'ryapsan, o'zbeklar kruklar bilan kirib kelishadi. Qozoqlar esa ajoyib texnikaning izdoshlari har bir lahzani mukammallashtirishadi. Rossiyaliklardachi? Taxminan Ukraina bilan bir xil holat. Kim qayerga, kim o'rmonga, kim otinga, ko'proq iste'dod hisobiga oldinga chiqib ketishadi. Hech qanday o'ziga xos narsa yo'q, menga tuyuladi. Bilasanmi, go'yo ular to'g'ridan-to'g'ri Sovet boks maktabining vorislari hammasini yo'qotib qo'yishgan va hozir hammasini mayda bo'laklardan yigib olishmoqda. Mana, men shartli ravishda Isayev maktabini ajratib ko'rsata olaman. U haqiqatan ham ajralib turadi. Yorqin vakili Dmitriy Bivol. Ya'ni bu yerda u aniq ko'rinadi. U tovoniga tushadi, bo'shashgan, zarbalari qamchi kabi. Ira, sen qanday deb o'ylaysan?
Bo'shashgan qo'llar, yelkalar, ya'ni o'ziga xos muhim jihati shundaki, bu yerda hech qanday zoriqish yo'q. Aynan shunda haqiqiy kuch, yuqori tezlik va aniq masofa nazorati mavjud. Mana masofani to'liq nazorat qilish. Bilishimcha, Isayev maktabi nafaqat masofali boksda, balki umuman har xil iqtidorlarni ham muvaffaqiyatli tarbiyalagan. Tushundim. Mana shu quvnoq va yoqimli ohangda biroz yakunlaymiz. Chunki video allaqachon ancha uzun bo'lib ketdi. Deyarli 15 daqiqa bo'ldi. Ustiga ustak bokschilar bilan qiziqarli lavhalar ham bor. Albatta har bir uslubni batafsil ko'rsataman. Dinamik va juda qiziqarli bo'lishi uchun. Birodarlar, agar sizga yoqqan bo'lsa, birinchi izohda like bosing. O'sha yerda Telegram kanalga havola bor, shuningdek Instagramim. Tavsiya qilaman, Andrey rossiyalik bokschilarga pul to'lashadi bizga. Biz esa sizning layklaringiz va obunalaringiz bilan kifoyalanamiz va bundan maksimal zavq olamiz. Biz qancha ko'p bo'lsak, muallif uchun shuncha yoqimli, u oz mehnati behuda ketmaganini tushunadi. Tomosha qilganing uchun katta rahmat va keyingi videoda ko'rishguncha. Yangi uchrashuvlargacha.